Короче, shu darajada erinchoqmanki, va yodiga musorkaga mashinada borishga majburman. Chunki dangasa bo'lib qo'yaman, o'zimdan o'zim so'rayman. Taksida mashinada o'g'lim o'yinchoqlari постоянно bo'ladi. Bu mashina uni mashinasi, meniki emas. Oho, musorkada bayram to'y sholiyana bo'layotgan ekan. Bilmay yurgan ekanmiz. U kimdir gulini tashlab ortda, ne hasratda 500 mingga kimdir olgan. Meni bitta jinnicha odatim bor, o'zimcha anaqa kitoblar olaman, psixologiya, denik. Xuddi boyib ketaman shu kitobni o'qiganda, lekin hali biron marta o'qiganim yo'q. Uyda o'qimagan, mashinada o'qiydim, to'g'rimi? Men конечно ahmoqman. Bank ishlaydigan kuni dollar maydalamayman-da. Shanba kunlari bankomatda past kurs bilan maydalayman. Jannatim bilan telefon qotdilar. Uylarni tozaladim. Men uylarni bo'lka qilib eshitdim. Devorim jiringlayotdi. Nima desam, Instagramda bitta kommentimga juda ham ko'pchilik like bosgan ekan. Hozir kirib ko'raman deb, rosa hayratga qoldim. Lekin o'zim yozgan ekanman-da, bitta yozsam, agar shu videoga 10 ta mashhur bloger yoki ustozimiz sneaker sotirar ekanlar degan ekan. Men ham geroylik qilib nimadir deb yozgan bo'lsam, ma'zur yozib yuboring, bir blok sneakers mendan. Oho, 3640 bitta. Hamma meni o'ylasa kerak, qimmat do'kondan bozorlik qilasizmi deb. Yo'q, mana super optim joydan bozorlik qilaman. Bismillah. Sportzalga chiqqanda trenerim o'rgatuvda olma olganda edigan, kesib tuz sepib yesang mana shu dahshat bo'ladi deganmi. O'zimiz shunaqa yogurt yeb katta bo'lganmiz. Bolalarimiz ham shunaqa yogurt yeb katta bo'ladi. Voy. Damashniy aka? Ha, damashniy. Sneakers blogi bormi ekan? Mana sneakers blogi. Bu men Umidman Zakirov. Xursand qildik. Yo'q. Rahmat. Xullas bolajonlarni xursand qildik. Ana endi buni tezda o'zini joyiga yuborib yuborish kerak. Rahmat, kattakon. Bolajonlarimiz xursand bo'lib qolishadigan bo'ldi. O'zingiz ham vaqt topib, bog'chamizga tashrif buyursangiz. Sneakersim Tormontli yo'lda turgan bir paytda men endi hozir o'g'limga ismi solganda keldim. Men 5 bo'lsa 5000. 10 ta. 10 ta borasiz. Ha? Bolalarim ko'p. Bitta opini ko'rdim Instagramda. iPhone 17 Pro Max chiqdi. Ha, men ham ko'rdim kecha. Dahshat-ku, bizda yo'q bunaqasi. O'tgan kuni ko'rdim. Mana 10 mingdan olib qo'ya qoldim. Mana bolachalarni xursand qildik, ana endi esa uyga ketamiz. Yo, короче, ikki marta tusharkanman. Miyamga zo'r ideya keldi. Bu idealniy. Voy, kalla qo'yimman. Mashinada qolib ketdi-yu, kaliti. O'zimcha zo'r ideya qildim. Hammasini olib chiqdim. Kalit. Xullas, kontentim sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yinglar. Xohlasanglar bosmanglar, qasamyod ichmagansizlar. Rahmat.